G'olibi, demak, mana Astanqulov Jasurbek eng ko'p kommentariyalar yozganlar ichida konkurs g'olibi bo'lgandi yanvar oyida. Necha 17 mingtami yo 21 mingtami? Qancha? 19 mingta bo'ldi. 19 mingta kommentariya yozibdi. Keyin bunga aytishibdiki, nimaga va yozaversan doktor deb unisi urishgan ekan. Keyin o'zing nima deding ayt. Nima o'zgarishlar endi? Bu nechinchi marta bepul davolanishing YouTube'da yutib olib? Bu ikkinchi marta g'olib bo'lishim. Bunday doktorimiz ajoyib doktorlar ekan. Ya'ni birinchi o'rinda tashxislarni to'g'ri qo'yadilar, ham dorilar ham tabiiy dorilar. Ya'ni yaxshi manbalarni eshitib ham hatto odam mazza qilar ekan, maslahatlarini eshitib, bosh ham dam oladi bergan maslahatlariga. Yaxshi bitta hushyorlari bor, shu dori ham ovqat bo'lsin, ovqating dori bo'lsin degan so'zlari ham juda zo'r narsalarni aytib o'tiradilar. Shularni eshitib o'zim mazza qilib o'tiraman. Bunday doktor yagona ekanlar, shu dunyoda birinchi marta ko'rishim bunday doktorni. Ularni ham gul akam bunday doktorlar. Undan meni maqtab olsang, xotinim qayta soch qo'ymasin. Xotiningiz nima derdilarmi? Erkak kishi maqtabdi doktor. Ayak kishi biz ekan kim bo'yal desalar erkak kishi maqtabdi. Rahmat. Va haqqingiz zo'r. Uying qayerda? Jizzaxdan bo'laman. Sen biz qandosh urug' emasmizmi? Hamma qandosh urug'ini tanish bilishini bepul davolaydi deydi. Yo'q. Sendan pul olmadimmi? Yo'q. Aya siz ham aytib qo'ying. Biz beganamiz. Beganasiz. Biz YouTube orqali kelib YouTube orqali qidirib ko'rdim sizda. Bir shu Toshkentdan chiqishida, Toshkentda shu operatsiyadan menga ko'ngil chopmadi. Keyin bir sizda rasmingiz chiqdi YouTubedan. Shu YouTubega kirib, o'shalarni eshitib, uydagilarga qo'ymadim, boraman o'sha doktorga deb. Doktor Jalilov bor ekan, men aytdim shunday doktor. Necha yil o'ldin kelganlarga? 1 yil, 2 yil. 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri tutqana bormi? bosimda yaxshi. Bosimda yo'q. Yo'q. Endi bitta masala aytib qo'y, to'xtab qoldim. To'xtamabdi. Bitta masala aytib qo'y, bunda gidrosefaliya sindromi bor. Mana miyasida suv bor, qorinchasi nima qilgan, lekin bu sal davolash qiyin turi, lekin demak yaxshi natija olibsizlar. Bizdan oldin boshqa joylarda davolaganmisizlar. Toshkent Samarqandga davolanib Foydasi bo'lmadi. Necha yoshda boshlangan tutqanoq? Shu 16 yoshda ukol qilib qo'ydida, qazamiqqa o'shanda kuchayib ketdi. Maktabda qilib qo'ydi. Demak, bu konkurs g'olibi. 10 kun bepul yotdinglar. Bu konkurs g'olibi ham bo'ladi. Kimdir qanaqa konkurs deydi. Endi sizlar konkursni bilmasanglar, eshitmasanglar, men aytganman konkursdan xabaringiz bormi siz orqada turgan? Kim bepul davolanish konkursining shartlari bilan tanish, bilasizlarmi? Puli ko'plar bilmaydi-da. Sizlar nima bilmaysizlar? Gapirsang nima bilmaysan? Bilasanmi sen? Bu mana bilib shuni qilyapti. Hozir 10 dan ortiq bemorni konkurs g'olibi qilib davoladi. Endi hozir qarib qoldim, ko'p kasal ko'rmayman deb bepulini ham, pulligini ham to'xtatib turibman, lekin iloji yo'q. Alloh shifo bersin. Rahmat senga. Rahmat. Shifo talabini bajar, intizomli davolan va konkurslarning shartlari o'zgargani yo'q. Yana davom et, yana Xudo xolasa yaxshi natijaga erishasan. Xo'p, rahmat.